Hozirda butun dunyoda yashab qolish uchun qattiq kurash ketyapti desam ishonasizmi? Yirik davlatlar o'zini qo'shnisini bosib olish bilan ovora. Og'ir artilleriyadan kelgan o'qlar oqibatida hamma o'z uyini tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Shahar ko'chalari bo'lsa, tanib bo'lmaydigan ahvolga keladi. Bunaqa paytda tabiiyki siyosiy migrantlar ko'payib ketadi. Tabiiy ofatlar bo'lsa, umuman boshqa masala. UNICEF bolalar fondi ma'lumotlariga ko'ra, Afrikaning o'zida 2016-2021 yillar orasida 43 million bola o'z uyini tashlab boshqa joyga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Bunga Afrikadagi qum bo'ronlari va qurg'oqchilik sabab sifatida keltirilgan. Aynan shu sabab ekologik migrantlar ko'payadi. Endi bo'lsa tasavvur qiling, urushlarni to'xtatib bo'lmayapti. Tabiiy ofatlarni bo'lsa, oldini olishni ilojisi yo'q. Qattiq zilzila, qattiq vulqon otilyapti. Dunyoning eng qudratli davlatlari bo'lsa, butun yer sharini yo'q qilib yuborishi mumkin bo'lgan ana shu qizil tugmani bosish arafasida. Yer yuzi umuman yaroqsiz ahvoliga kelishi mumkin. Xo'sh, keyinchi? Butun dunyoda ham ekologik, ham siyosiy migrantlar soni milliard bo'lib ketadi. Xo'sh, keyinchi? Odamzod koinotdan boshqa sayyora izlab kosmik migrantga aylanadimi? Men bugun bekorga ustimga skafandr kiyib olmadim. Bugun sizlar bilan insoniyat kelajakda zabt etishi kutilayotgan Mars sayyorasi va unga ko'chib o'tish haqida gaplashamiz. Siz bo'lsa videoga like bosing, uni tagida kommentariya qoldiring. Bugun qisqa, lekin miyangizni portlatib yuboradigan faktlarga boy bo'lgan ko'rsatuv ko'rasiz. Qani ketdik. Hammaga salom, bu Abdullajon. Orqamda bo'lsa Saturn 5 odamzodni oyga olib chiqqan kosmik kema. Bu hodisaga juda ko'pchilik ishonmaydi. Amerikaliklarning oyga parvozini juda ko'pchilik insoniyat tarixidagi eng katta fitnalardan bittasi deb hisoblaydi. Shu sababli ham bu voqeaga ko'pchilik ishonmaydi. Lekin koinotga aloqador bo'lgan, siz ishonishingiz qiyin bo'lgan boshqa faktlar ham bor. Bu Marsning birinchi surati. 1965-yil 14-iyulida Mariner 4 nomli fazo kemasi tarixda ilk bor Mars sayyorasini suratga oldi. Savol: bu surat Yerga qanaqa ko'rinishda kelgan deb o'ylaysiz? Miyangiz portlab ketadi. Raqamlar ko'rinishida. Har bir matematik raqamlar ma'lum bir ranglarni anglatadi. Uni shunchaki dekoderga o'tkazsangiz, shu raqam qanaqa rangga ko'rsatishini bilib olasiz. Lekin olimlar Marsning ilk suratini ko'rishga shu darajada oshiqganki, hattoki raqamlarni fotoga aylantiruvchi dekoderdan ham foydalanishmagan. Shaxsan o'zlari uni bo'yab chiqishgan. Tushunmoqsizlar, Marsning ilk suratini olimlar o'zlari chizib, unga rang berishgan va undan hayron qolishgan. Sababi o'sha kungacha olimlar Marsda hayot borligiga ishonishgan va ushbu suratdan juda ko'p narsani kutishgan. Lekin u yoqda 15 million kilometr cho'ldan boshqa hech nima ko'rinmagan. Faqat tosh va qum. Shu payt sizning miyangizga savol keladi. Nimaga olimlar Marsda hayot borligiga ishongan? Hozir bilib olasiz. Giovanni Schiaparelli boshchiligidagi olimlar guruhi Marsni o'rganishayotgan bir pallada sayyorani ustida kanallar borligini aniqlashgan va u yoqda sivilizatsiya borligiga ishonishgan. Bunga albatta ishonsa bo'ladi, chunki har qanaqa sivilizatsiya aynan suv atrofida qurilgan, suv atrofida paydo bo'lgan. Mariner 4 o'sha mashhur foto bilan birgalikda Mars sayyorasi yashash uchun mos emasligi, u yoqda radiatsiya kuchli ekanligini ko'rsatuvchi ma'lumotlarni ham Yerga yuboradi. Lekin shunga qaramay, olimlar Marsni shu darajada chuqur o'rgandiki, hattoki uni hozirda onlayn xaritasi ham bor. Uni siz ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Saytda video havolasi tagida qoldiraman. Yarim asr davomidagi o'rganishlar Mars sayyorasiga qiziqishlarni yanada orttirdi va hozirgi kunda Marsga ko'chish rejasi chindan ham ko'rib chiqilyapti. Bunga asosiy sabab birinchi navbatda albatta qiziqish, lekin ikkinchidan biz yaqindagina 8 milliarddan oshdik. Odamzod texnologik revolyutsiyani boshdan kechiryapti. Bu bo'lsa o'z navbatida meditsina rivojlanishiga, insoniyat hayotini yengillashtirishga katta hissa qo'shgan. Aynan shart-sharoitlar yaxshilanib borgani uchun ham biz odamlar ko'payib ketdik. 8 milliard odam, 2000 dan oshiq millatlar, turli xil dunyoqarash va e'tiqod egalari. Biz hammamiz o'zimiz bilmagan holda yer sharini nobud qilish bilan
faol shug'ullanyapmiz. Birgina plastik ko'za qancha uzoq vaqt davomida chirimasdan turish haqida mandan ham ko'proq ma'lumotga egasiz har holda. Shu payt savol tug'iladi: Yer shari o'zi 8 milliard aholini ushlab tura oladigan darajada kuchlimi? Ayniqsa klimatdagi bunaqa jiddiy o'zgarishlar oqibatida yaqin yarim asrda O'zbekiston ham va butun Yevropa qurg'oqchilikdan aziyat chekishi mumkin. Shu sababli ham odam zoti hozirda boshqa sayyoraga ko'chib o'tish va yashab qolish haqida o'ylab ko'ryapti. Agarda bu g'oyalar yaqin-yaqindagina paydo bo'lgan deb o'ylasangiz, adashasiz. Masalan, Jules Verne 1865-yilda yozgan kitobida koinotga chiqish g'oyalarini ilgari surgan. Shu kitob asosida 1902-yilda film ham tasvirga olingan. Ko'chib o'tish uchun mo'ljallanayotgan sayyora bo'lsa, bu albatta Mars. Olimlar bu sayyora ustida chuqur izlanishyapti. Milliarderlar bo'lsa, bu ishlar uchun faol tarzda pul tikishyapti. Shu payt koinotni o'rganayotgan odamlarga bitta savol bergisi keladi. Nahotki bu katta joyda Marsdan boshqa qiziqarli narsa yo'qmi? Bor. Bu Psixeya nomli asteroid. U juda ham oltinga boy. Uni qo'lga kiritgan odam bo'lsa, dunyodagi balki butun galaktikamizdagi eng boy odamga aylanishi mumkin. 100 kilometr diametrli asteroid 700 kvintillion dollarga baholangan oltinga ega va bunaqa jismlardan galaktikamiz o'zida son mingta. Bu shunaqangi oltinga boy asteroidki, uni yerga olib tushsa, hammaga oltin yetib ortadi. Lekin uni yerga olib tushilgandan keyin oltinning qadri shunchaki nolga tushadi, chunki undagi oltin kishi boshiga 90 milliard dollardan to'g'ri keladi. Yer uchun juda ham zarur bo'lgan narsalarning koinotdan tushishi xuddi shu narsalarning qiymatini shunchaki yo'q qilib yuborishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, koinotdagi obyektlar juda ham qiziq, lekin ularni yerga olib tushish har doim ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Menimcha olimlar o'shaning uchun ham koinotdan yerga ko'p narsa olib tushishmaydi, balki olib chiqishadi. Koinotdagi eng qiziqarli narsalardan bittasini aytib berdim. Endi bo'lsa, olimlar nima sababdan aynan Marsga qiziqayotgani haqida tushuntirib beraman. Bu sayyora astronomlarni o'ta qiziqtirgan yerdan keyingi joy hisoblanadi. Mars bizning yer sharimizdan 2 barobar kichik, quruq va undagi kunlar biroz uzunroq. U yoqdagi bir so'l yer sharidagi bir sutkadan atigi 39 daqiqaga ko'proq. Ya'ni bu degani, siz u yoqda ham 15 soat g'aflat bosib uxlolmaysiz. Battar bo'ling. Marsdagi 1 yil Yerdagi 686 kun bilan barobar. Eng qizig'i, u yoqda fasllar ham bor. Yozda maksimal +15 gradusgacha issiq bo'ladi. Qishda bo'lsa anomal darajada sovuq. Uni qutbida harorat -153 darajagacha tushib ketadi. Taqqoslashingiz uchun aytaman, Yer sharidagi eng sovuq ob-havo Antarktidada aniqlangan. 2018-yil aynan shu nuqtada harorat -98 bo'lgan. Tushunyapsiz-a, siz tom ma'noda xolodilnik ichida yashaysiz. Lekin anomal sovuqni boshdan kechirgan xalq sifatida biz u yoqda qiynalmaymiz. Hazillashdim. Bu antiqa muammolar yetmaganida Marsga chiqqan birinchi odamlar afsuski Yerga qayta olmaydi. Chunki ularni ko'pchiligi nurlanib ketadi. Koinotdagi nurlanish bu fazogirni haqiqiy ko'rinmas qotili. Bu ko'rinmas qotil shu darajada kuchliki, nurlangan odam nafaqat Yerga qayta olmaydi, balki Yerga qaytishga ulgurmaydi ham. Parvoz paytida odamlar shu darajada nurlanadiki, Yer sharida yashagan odam butun umri davomida ham shuncha nur qabul qilmagan bo'ladi. Xo'sh, Marsda bizani yana nimalar kutadi? Ayiqqa eslatib yuboruvchi joy, Smaylikka eslatib yuboruvchi Marsdagi boshqa nuqta va Olimp tog'i. Ma'lumotlarga ko'ra, u Quyosh sistemasidagi eng baland tog'. Bizani kutadigan eng vahshiy narsa bo'lsa, bu karbonat angidrid. Chunki Mars atmosferasi 95% karbonat angidriddan tashkil topgan. Atmosfera bu darajada zaharli bo'lgandan keyin, tabiiyki sizning eng yaqin do'stingiz skafandr bo'ladi. Menimcha o'shaning uchun ham olimlar hozirda Marsga odamlarni yuborisha olmayapti. Lekin odamlar chiqolmaganga yarasha yuk jo'natish mumkin. Qanaqa qilib? Hozir aytib beraman. Masalan, 1965-yilda Delta Y nomli raketani fazoga 1 kilogramm yuk olib chiqishi $178,000 ga baholangan. 2018-yilda Falcon Heavy kemasida 1 kilogramm yuk tashish narxi bo'lsa $1,500 ga to'g'ri kelgan. Lekin o'rtoqlar, biz Marsni ko'zlaganmiz. Xo'sh, Marsga 1 kilogramm yuk tashish qancha bo'ladi? Bu Perseverance
Mars kraterini o'rganish uchun yasalgan robot. Uni og'irligi 1 tonnadan biroz oshadi. Uni Marsga yetkazish narxi bo'lsa, diqqat, 2 milliard 800 million dollarga tushgan. Agarda xuddi mana shu narxi mingga bo'ladigan bo'lsa, Marsga 1 kilogramm yuk olib chiqish narxini bilib olishimiz mumkin. Bu 2 million 800 ming dollar. Bu taxminan 140 ta sevimli Gentra avtomobili degani. Lekin biz o'zbeklar Marsga 1 kilogramm yuk bilan chiqmaymiz. Axir quda tomon bergan shkaf va kravat, bir dunyo hech qachon ishlatilmaydigan ko'rpacha, faqatgina uyga mehmonlar kelganda ishlatiladigan idish-tovoq, televizor va hokazolar bilan kamida 2 tonna yuk bo'ladi. 1 tonnali Perseverance Marsga olib chiqish 2 milliard 800 million dollarga tushgan bo'lsa, demak 2 tonnali yuk taxminan 5 milliard 600 million dollar bo'ladi. Va bu bor yo'g'i bitta oilaning yuki. Va bu hazil. Bu ma'lumotdan kelib chiqib aytish mumkinki, hozirgi kunda Marsga odamlarni ko'chirishga pul ajratish uncha odamning qo'lidan kelmaydi. Unda Oyga chiqaylik. To'g'rimi? Oy bu o'zimizniki va unda chindan ham tadqiqotlar o'tkazish va yashash uchun kerakli sharoitlarni yaratish imkoniyati bor. Oy gigantik element geliy 3 yordamida deyarli cheksiz energiya manbaini qo'lga kiritish mumkin. Bu modda yer sharida juda ham kam. Uni odatda sun'iy yo'llar bilan ishlab chiqarishadi. Nimaga unda Oyda u juda ham ko'p? Hammasiga sabab bizani o'rab turgan atmosfera. Bu qobiqdan geliy 3 o'ta olmaydi va tabiiyki yergacha yetib kela olmaydi. Oyda bo'lsa bunaqa qatlam mavjud emas. Shu sababli ham u ortiqcha qiyinchiliklarsiz koinotdan to'g'ridan-to'g'ri tushib, Oy ustidan qo'nim topadi. Geliy 3 dan olinadigan energiya yer shariga 5000 yilga yetgan bo'lardi. Va qo'shimcha qila olamanki, bu unsur Yupiter va Saturnda ham talaygina. Lekin Saturnni zabt etish yaqindagina Oyga qadam qo'ygan odamlar uchun juda ham mushkul masala, chunki biz haligacha Oyni to'liq o'rganishga ulgurganimiz yo'q. Nafaqat Oy, biz balki yer sharini o'zini to'liq o'rganishga muvaffaq bo'lmaganmiz. Biz koinotga emas, balki yer sharidagi ilm-fanga bor e'tiborimizni qaratganmiz. Olimlar texnologiyalar ustida ishladi, meditsina rivojlandi, insonlarning hayoti oldingidan ancha o'zgardi. Aynan shu faktorlarning evaziga ham odamlar soni ko'payib ketdi. Agarda rivojlanish bunaqa tempda davom etadigan bo'lsa, bu odamlarni saqlab turish uchun albatta joy topish kerak. Hozirgi kunda ekonomikasi rivojlangan mamlakatlar shu darajada ko'p narsa iste'mol qiladiki, agarda butun yer sharidagi davlatlar xuddi shunaqa ekonomikaga ega bo'lganda, hozirgi resurslar allaqachon tomon bo'lgan bo'lardi. Masalan, yer sharidagi har bitta davlatlar xuddi AQSh ekonomikasidagi bo'lganida, bizga xuddi shunaqa yer sharidan yana 5 ta kerak bo'lardi. Xuddi avstraliyaliklarda yashash imkoniyati bo'lsa, bizga yer sharidan yana 4 ta kerak. Rossiyada yashash uchun 3,5 ta yoki Germaniyada yashamoqchi bo'lsa, 3 ta qo'shimcha yer shari kerak bo'ladi. Asli bo'lsa, O'zbekiston aholisidek yashashimiz uchun nechta yer shari kerak bo'lishini yozib qoldiringlar. Hali qizil sayyoraga bironta jon olib chiqilmagan bo'lsa ham, NASA bu planetada yashash imkoniyati bormi yoki yo'q, shuni aniqlash uchun yerda xuddi shunaqa sharoit yaratib, 4 ta odamni unda sinab ko'rish haqida o'ylayapti. Unga ko'ra odamlar ovqat tanqisligi va texnik nosozliklarga duch kelishadi. Chunki bu kosmos, u yerda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bunaqa eksperiment o'tkazishi sababi bu sayyorani zabt etishdan oldin ungacha yetib borish mashaqqatiga odamlar tayyormi yoki yo'q, shuni aniqlash. Taxminan 10 yil oldin rossiyalik olimlar xuddi shu ishni qilib ko'rishgan. Mars 500 nomli tajribada 6 nafar odam yopiq joyda 520 kun davomida yashagan. Muvaffaqiyatli yakunlangan tajribani endi NASA o'zida o'tkazib, bu safar ular 3D printerda tayyorlangan simulyatorda odamlarni sinab ko'rmoqchi. Hammasi oddiy jismoniy mashqlardan boshlanadi. Yugurish, suzish, sakrash va 1 kilometr masofani 3,5 minutda bosib o'tish. Agarda omadingiz kelsa, keyingi bosqichga chiqib 2 yil davomida koinotni va kosmik kemani boshqarishni o'rganasiz. Yana 2 yil, ya'ni umumiy 4 yil davomida bo'lsa, jamoaviy ishlab koinot haqidagi bilimlaringizni yanada oshirib olasiz. Yoshligimizda bitta gap bo'lardi. Sen katta bo'lib, institutda o'qib bitta kresloni egasi bo'lishing kerak deyishardi. Va mana 5 yillik kosmik tajriba va bilim, siz kosmik kema kreslosi egasi bo'lasiz. Yana bir qiziqarli tomoni shundaki, olimlar koinotga chiqadigan guruhlarda hazilkash insonlar bo'lishi kerakligini aytishyapti. Ularning fikriga ko'ra, bunaqa odamlar jamoaviy atmosferani saqlab qolishga va kayfiyatni ko'tarishga xizmat qilishadi. Xo'sh, O'zbekistondan kimni jo'natamiz?
Mirshakar Fayzulloyev. Umuman olganda Marsga chiqish g'oyasi menga juda ham yoqib tushgan, chunki 4 yil avval u yerga chiqish uchun ko'ngillilar qatoriga qo'shilish maqsadida men onlayn ariza to'ldirganman. Lekin bu kompaniya bankrot bo'ldi. Ko'rib turganinglarda Marsga chiqish borgan sari qiyin bo'lib ketyapti. Lekin ishoninglar, biz hali u yoqqa qadam qo'yishga ulgurmasimizdan u yoqni chiqindi bilan to'ldirishga ulgurganmiz. 50 yildan beri o'rganilayotgan sayyoraga yerda ishlab chiqarilgan 18 ta qurilma qo'nishga muvaffaq bo'lgan. Ekraningizdagi fotolarda bo'lsa Marsga qo'ngan apparatlardan qolgan chiqindilar. Marsga qo'nishga muvaffaq bo'lgan qurilmalarning naq 9 tasi ishdan chiqishga ulgurgan va ularning umumiy massasi 7119 kilogramm. Bu sayyoraga hali odam oyog'i yetmasdan uni chiqindi bilan to'ldirishni boshlab bo'lganmiz. Shu sababli ba'zi olimlar odamlarni tabiatga zid yashovchi, mavjud va tartibli narsalarni buzuvchi kuch sifatida qarashadi. Ularning fikri bo'yicha, boshqa sayyorani zabt etgan odamlar xuddi o'sha sayyorani ham xuddi yer shari holatiga keltirishadi. Yerda keraklicha tartib o'rnatilmagunigacha yer sharini shunchaki tashlab ketish bu katta xato. Sanoat revolyutsiyasi ortidan qanchadan qancha zararli tutunlar osmonga uchirildi va uchirilyapti. Juda ham ko'p miqdorda daraxtlik kesildi va kesilyapti. Plastik buyumlardagi zarar haqida gapirib o'tirish shart emas. Ularning fikriga qo'shilmasdan ilojimiz yo'q, chunki tayyor turgan tabiatni yo'q qilish bilan faol tarzda shug'ullanamiz. Haroratda ko'tarilib ketishi, qurg'oqchilik, okean sathi ko'tarilishi, jonivorlarni ov qilish oqibatida yoki tabiiy ofatlar oqibatida halok bo'lishi. Shuncha ish chiqib qo'yib, hamma narsani o'z joy-joyiga qo'ymasdan bo'pti endi, yaxshi qol yer sharida borish, bu haqiqiy xiyonatni o'zginasi. Bu ko'rsatuv orqali men koinotni zabt etish g'oyalariga qarshiman demoqchi emasman. Shunchaki biz odamlar o'sha mashhur oldindan oqqan suvni qadriyo naqliga monand yashayapmiz. Yer shari bag'riga 8 milliarddan oshiq odamni sig'dirib, o'zida saqlab turibdi. Lekin biz uni faqat xafa qilyapmiz deyishimiz mumkin. Undan o'z maqsadlarimiz yo'lida foydalanishda tinmayapmiz. Ishoning, yer shariga tushayotgan har bitta chiqindidan tortib, yerga tashalayotgan har bitta bomba sayyoramizni qattiq ranjitishi aniq. Ilm fanni sevadigan inson sifatida qachonlardir Marsga odam qadami yetishiga ich-ichimdan ishonaman. Balki butun koinotni zabt etadigan davrlarimiz ham kelar. Lekin bir narsa aniqki, o'z uyini qadriga yetmagan odam o'zga uyini ham qadriga yetmaydi. Men bu ko'rsatuv orqali sizlarni shunchaki odam bo'lib qolishga, o'z uyimizda yer sharini saqlab qolishga undadim. Olimlarda Marsni zabt etish bilan bir qatorda yer sharini saqlab qolish maqsadi bo'lishini ham juda ham xohlardim. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosing, repost qiling va albatta bugungi mavzu haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz kichik loyihamiz orqali sizga ulkan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, ilm fan shaydolari.